Taniqli ingliz yozuvchisi Ian Fleming qalamiga mansub James Bond turkumidan birinchi kitob Royal Casinosi nomli detektiv asar ilk bora o'zbek tiliga keng kitobxonlar ommasiga havola etilmoqda. Ushbu asar ingliz tilidan o'zbek tiliga aynan 1593-yil nashridan tarjima qilingan bo'lib, undagi voqealar o'quvchilarni shubhasiz o'z olamiga olib kiradi. Detektiv asarlarga xos bo'lgan asosiy xususiyat voqealar rivojining kuchli dinamikasi ushbu asarning xarakterli jihati hisoblanadi. Hikoya Britaniya maxfiy agenti James Bond bilan bog'liq bo'lib, u fransuz ittifoqining g'aznachisi va Rossiya maxfiy xizmati a'zosi va shifrini sinash va bankrot qilish uchun Royal Casinosiga qimor o'ynash uchun keladi. Fleming harbiy dengiz razvedkasi bo'limi a'zosi sifatida o'zining urush tajribasida va ish paytida uchragan odamlardan sujet elementlarini taqdim etish uchun foydalangan. Bondning xarakteri Flemingning ko'pgina shaxsiy didlarini ham aks ettirgan. Royal Casinosi romanini o'qiyotgan vaqtingiz qahramon James Bond bilan birgalikda ko'plab g'aroyib sarguzashtlarga guvoh bo'lasiz. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.